İlham Texnomarket'te navbatdagi yangilik obunachilar ota-onalarimiz uchun, o'zlarimiz uchun ham obunachilar atigi 2 million 83 ming so'mdan 1 million 433 ming so'mdan endi massaj kreslolarini olsangiz bo'ladi. Nishat etdiysizmi? Videoni oxirigacha ko'rib turing. Garantiyasi nechik, dastavka xizmatlari nechik va albatta nechik variantlaridan bor. Obunachilar birinchidan hozir Husanboyamiz bilan birgalikda ma'lumot beramiz obunachilar. Svetlari eng asosiysi sizga yoqqan har xil svetlardan bor ekan. Undan oldin men do'kon adreslarini tushuntiramiz va videolarimizni yaxshi kayfiyatlarda boshlaymiz. Yana do'kon adreslarini yangi obunachilarimiz uchun tushuntirib o'tsak obunachilar. O'ng tomonimiz Urganch dehqon bozori. Toza tunnel tomonidan kelaverishimizda hamma marshruti o'tadi. Bu yon tomonimiz 9 etaj obunachilar. 9 etajni kelaverishimizda chorrahani uglov joyi. Bu yon tomonimiz Mashaldan kelaverishimiz, o'ng tomonimiz esa Yoshlar ko'li O'zera tomonidan kelaverishimizda uglov joyda Ilhom Texnomarket joylashgan bo'ladi. Mashinaga kelsangiz do'rishini o'tirib, parkovkasini kirib ko'rasiz obunachilar. Qiyinchilik bo'lmaydi, xudo xolasa. Hozir endi to'liq narxlar haqida ma'lumot beramiz. Qani yetib kelsa. Bu endi. Endi turishmo yo'q buning ichida. Yarim soat mana deymizlar endi. Sesim bastık mı bu? Gestupmi? O gestup ekan. Nişe ağa beka yaktım ağa? Ağa turasın gelmeydi ekan bundan. Hein? Gap bo'lsin. Çıkıp gelediler ağa işlet kopmuzan mesela. Bir hata işletip görüp olaverediler ağa. Dastavkelerimden taklap veremiz bu da kalasa. Endi opa singillarimize, endi xotinlar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni xotindan massaj atib beraylik, shart emas ekanda. Oldu. O'zlarining alohida olib qo'yadilar, hazati uyda. Uxlab ham qolarasiz ekan Bu yine bir arkaya yatadı bu. Bunu sana kütürlerdi ağa. Funksiyalar var. Özünüz düzəverəsiz planşette. Qarang, men uxlab qolaman bo'lsam, buni yarim soat, 1 soat düz bilanmi? Bo'ladi ağa. 2 saat özün düzseysen bular. 2 soat ekan. Bo'ladi ağa. Ha, massaj atib uxlab qolish boshqacha bo'lsa kerak bunalar. Ayaklarınızı na kısıp yine başkaça koyun mesela ağa beka. Kichkina satan taraflar dini qisada ekan, teyindan ya sharik budir atib yerib turadi ekan oyoq teyindan. Belni massaj ham zo'r ekan. Size yakın olsa halkımıza mı yakın da xudo kalasa. Bu yakmasa boqi ishonang, boshqa vaj yaxshiki. Bu ajni komfortini foydalanib birgalar biladi. Biram gelib o'sha bir o'tirib massaj olib ko'rganlar biladi endi xudo xolasa. Обязательно menga Husanboy olmasdan oldin bir massaj olib ko'rsa bo'ladi-ku. Valla 4 sene mi işlet kopmuz ağa? Ban taraftan ba. Erten günü yine geledi. Xudo kalasa satıp oturttu bulad ağa beka. Olmasangizlar ham bir gelinglardan bir massaj olib ko'ringlar. Mana keyin bir o'tirib ko'rgandan keyin doğru saytama chaqiradi. Tavsiya etadilar bunuz komşulara. Chaqiradi. Ko'r bizda buni televizor ko'radilar, boshqa narsa. Buni ham olib ketibdilar xudo xolasa. Boshqa o'zi. Endi mana narxlari qiziq oladi Husanboy. Taxlab beramiz, narxidan o'rnatmasizlar. Pulsiz beramiz biz ağa. Pulsiz. Boshida pulim yo'q-ku, hozir yilni boshish-ku ağa. Zali yo'q ağa. Nechki variant atib Eldinden to'lovsiz chiqarib beramiz-ku. Yana 10-15 kun bonus ham taxlab beramiz. Bu tarafdan geldi. Boshqacha yani platformalarda limitleri bo'lsa, ularni ham taxlab beramiz. Masalan, Anar, Üzüm, Elif, ajin programmalarda limitleri bo'lsa, ularni ham qolgan narsani taxlab beraveramiz. Foizsiz taxlab beramiz. Qarang, narxlarni obunachilarimiz birinchidan buni svetlari bor. Va 4 xil rangi bor. Ishini masalan 4 sini ochib qo'ymoqqa vachimiz yo'q. Beda 4 xil qora, oq, молочный, korishnoy svet. 1 million 666 ming so'mdan to'laydilar, hech qanday foizlarsiz. Bu sefer undan ham zo'rroq bu ish qilib kolonkalari bor, telefoningizni ulasangiz bo'ladi. Nima desam, banda ko'rasiz, telefoningiz o'qi IBAN'dan chiqadi-da. Beshikda. Ina bu sefer masalan 1 million 433 ming so'mdan. 1 million so'mdan tushadi uni bor. 1 million so'mdan tushadi uni bo'lsa 6 million so'm bo'ladi-da. Bu qarang, hozir yozilib turgan narx o'zgarmaymi ağa? Yo'q, o'zgarmaydi. Ya üstüne faiz kredit ketmaydimi? Yo'q. 1 million 400 ming so'm, 3 ming so'm, 1 million 600 ming so'mdan chiqarib beramiz. Hozir 2 milliondan chiqadi onam bor. Bir qator ko'rish kerakdan bir masaj olib chiqish kerak. Bu boshqacha masaj etadi, bu boshqacha masaj etadi. Yan tarafda gördünüz yani telefonunuzu koysanız zaryad beradigan xillari chiqib ketgan. Pul tıksanız pul aytadiganlar bor, ish qilib. Bor. İkkilisini ham oldiryapmiz. Biri banda, biri ban tarafda. İkkisini bir qo'yasiz-da. Bu obunachilar hozir o'tirib turib gaplab o'tirganman aytmanglar, hurmatsizlik deb o'ylamanglar. Faqat massaj olib turgan vaqtda emotsiyasini aytib berish uchun. Allaringizni ham qisib tutdi emasmi? Yo'q, imbelar qisadi, yermidi. Qisib turibdi bu taraf. Ruchka ekan, bang, ruchkasini. Ban tarafdan adini düzəsiz, ban tarafdan adini düzəsiz. Məsələn, öpkən rəsmini, ayaqınızı teyin rəsmini göz qoydu bu vaxtda ekan. Bu ban tarafı yatadı dediyinə. Ha, bana gitti mi? Bana çık yatır mı bindi? Arka gidip batır. Ha, yine bitti barada ekan, nəsə? Baba ağzı ucu təkiz yatıştırıyatır məni bu. O yataverin qara bir gəp bu var. Düzü bərəmiz yenə berin. Ayaqımı bastım məsələn məyin ağzı. Ərincə gəttaş İslamda mən ağa. Öpkənin bir yerine rəsmini göz qoydu bu. Demək arkalarda birilərinizdən masaj etsə gerek. Ha bu
Dehqon bozorchiyam kelganda girib o'tadi teatrsiz ağa. Bo'ldi, gelavering. Massaj olib ketaverim. Gelavering, xudo xolasa ağa. Вообще göz ekan bu. Narxlari xullas obunachilar 1 million 1 million 83 ming so'mmi? 1 million 666 ming so'mdan chiqadi bu Busi. model. Ava, bu modeli bor 1 million 433 ming so'mdan chiqadi. Bosh oyna to'lab yuradilar shu aytmang. Oldindan to'lovsiz, keyingi oydan to'lab boshlaydilar. Biridan 10'una dum. 10 gün içinde to'lasalar bo'ladi, xudo xolasa. Obunachi oyna güningizda 7 oy aylanadi u. Hozir pul olmaymiz-ku barib. Keyingi oydan biridan 10'una dum to'lab boshlaydilar. güningizda 30-40 ming so'mdan chiqar ekan obunachilar. Shu massaj kresloni oladigan bo'lsangiz, dostavka uстановка yana ichida. Yine 1 yil garantiyasi bor aka. 1 yil. Bir narsasi bu ko'ngillarga bo'lmasa aslan chaqiradilar. Ha, telefon solar 1 million 666 ming so'mdan 10'a ko'payt, 30'a ko'paytirsam 55 ming so'mdan tushadi ekan günlük to'lov. 55 ming, ang. Ha. 55 ming so'mdan obunachilar birinchi 56 ming so'mdan. 6 oy chiqartibmiz. Buni 12 oy ham chiqarib bo'lam. Endi gasalar xudo xolasa ustida ishlatibmiz ağa. Xudo xolasang bu bitoy o'xshabang, bitoydan ishlab boshladik-ku. Ha, xudo xolasa ustida getib tutdi. Barakasini bersin. Yaqinlarni ziyorat qo'ying obunachilar. Hozir yana boshqacha navzor etamiz, xudo xolasa. Husaynboya bu variantlarini chiqindi bu. Bularga, ya'ni o desam ağa premium deymi, işte zo'rroq modellaridan. Bularga masalan 1 million 400 ming so'mdan tushib turadi. 1 million 600 ming so'mdan tushib turadi. Bu modelimiz 1 million 583 ming so'm. 100 ming so'm 6 oyga bo'lgandan keyin uni ko'proq hissetmeydi. Baring 500 ming so'm 1 million qimmat bo'lsam, oylik to'lovunda 100 ming so'mdan hissetadi axir. To'lajak vaqtingizda 100 ming so'm, 150 ming so'm, 158 ming so'm qimmat bo'ladi, lekin ozgina qimmatroq bo'ladi. Bular desam size sifati mesela masajını aldınız-ku. Ava. O 10 milyonluk nersede masaj aldınız mesela abi. 5 milyonlukunda başkaça, 15 milyonlukunda başkaça. İşkıl saçınızın ucuna da masaj eten dediler. Saçınızın ucuna da Hezetesiz ya, hargıncılıkları çıkıp gitedi resmen. Bu ya samolyota minganda netadi o bo'yinlik emasmi? Bo'yinlik. Bu kısa da ekan bu kelleyin. Birinin şişedeyken kelleniz kısadı. Yo'q ay. Ben siz bak yani oturasınız kellenizin yüzüne kısadı da. Yomon-ku bang. İğnizi bassa kellenizi kısa. Ekengiz ham opam. Dağdağasız mana desem ağa mesela yine bosib ber desa ermanda. Yana aytdim. Xatını aytsan yaxshi deydi. 1 basadı, 2 basadı, 3 basadı. Buniki de bas ölmedi bari. Keyin öf deydi. İşkirib ağa. Ina bunacha beminnat 24/7 ishlataverasizlar xudo xolasa gazini berib. Buni deydilar. Bu ağa bu ishqilib eng zo'ri bu. Geladilar. Bu dükkandaki hozir eng zo'ri bang. Bundan ham zo'ri gatir lekin. Bundan zo'rini ham satdik xudo xolasa. Sotildi. Ko'p aldirmadik. Undan endi qo'rqdikdan boshida. Qimmat ketmaydi. Qimmati ketmas desa, qaysi arzoni ketmayin, qimmati yaxshi ketib turibdi. Qayta ham premium, vidli, uning bo'lsa ketib turibdi. Bu nima bu Kronstein? Bu nima? Bu telefon, planshet asib qo'ysangiz bo'ladi ekan. Buni funksiyasi ko'proq ağa. Televizor ko'rib ataveradilar telefon shu. Telefoningizni bunga ulasangiz ham bo'ladi. Ikki telefoningiz bo'lsa, birini bera qo'yasiz, birini bera qo'yasiz. Voy. Ish qilib yamonlar-ku. Telefonunuzda zaryad ham beradi. Bundan tarafdan birini, bu tarafdan 100 ulab, uni aytib zaryadga qo'ysangiz ham bo'ladi. Gelib massaj olib olaveradilar, qolani yaqqanni. Telefonini ulab, bu modelda telefonda boshqarsangiz ham bo'ladi. Masalan, biridan funksiyalarini yaqtisiz-ku ya. Bu modelimizda telefoningizda ulaysiz, telefonda ochasizdan, telefoningizda boshqarasizdan. Buni telefoningizda boshqarsangiz ham bo'ladi. Bu onlayn zakaz etsam bo'ladimi bu? Bo'ladi, da sotib tutmas. Masalan, men Rossiyada bo'lsam, ota-onam apajak olsam, bo'ladi, ağa satdikmiz. Hozir yana Kurug'dan Nadirbekanda birini satdik. Xudo xolasa, muddatiy to'lov chiqarib berdik uni. Men kelmaydir bu muddat to'lov bilan. Ağa. Uncha bo'lamanmi? Uylarida boramiz to'g'ri. Ha, uyina borib uylarida borib, meni rasmlari bor, göstermesi. Va yo'q dejekman. Shu pullarimiz olib borib, ağam bana gelmedi. Ağam Şavat tamojniya sattık. Aşkım üzüm verdim ağama. Şavat tamojniya dikteyin degende. Apar perdisem. Doğru aparıp gerizip yine müddeti tolava taklap bertimiz yine kol koyup bert tuttu ağam. Bunda razı mı? Apalarını hep verdiler. Üzeri Şavat bazara çıkadı gele. Ne desen Türk. Yok Türkmen işte bazar açıldı ku. Şöyle dükkan çeken çıkıp bilmiydi ağam dükkanına. Halan nasihat taklap verdik yine. İmanda yine bir ağam öyüne vardık bu 6.27'de. Bumuz 8.30'da. Klientlerimiz bunu şopurlarımız öylerini aparıp. Gerek ekan ku ben bizim mekan kesip tut. Ve yok diyecek ben de öylerini doğru varamız. Dükkana gelmeklerim şart emas. Yine buna şart sizlere hamma sharoitlar xudo xolasa Ilhom Texnomarket tomonidan yaratilib turibdi. Lekin bu ishni taxlabsiz lekin ko'pchilikka qulaylik yaratibsiz lekin bu. İban tarafda yine azı sattılar mesela yine. Zorunu sattılar yine azı Kuruganda.
Yanma oturganmı bu? Yo bu ondan keyingisi bu. Sizden Vay. oturganınızdan keyingisini sattılar. Çıkıp dastavkelerde hiç anın etmesinler. Gel avara. Müddeti tolova sattılar buna mene. Zor. Endi bir bitoy texnikalarni obzor etib beray televizorlarni. Bol daga. Ketdik. Get. Ko'chim baya bir amallab turdik endi xudo xolasa. Massaj kreslodan. O'zi bitoy texnikalardan o'yingiligi. Bitoy texnikalar daga narxlar bo'yicha skidga get tuttu bize de. 1 milyon 650 ming so'mdan Li kompaniyaniki Xitoydan get tuttu aga, ina Li. Aha. Yani mashinalar bor bilsangiz. Ava. Shuni O'zbekistondan ular kelib, buni zavodlarni ochib tutdilar. Birinchi pokoleniyadan televizorlar chiqdi. Xudo xolasa xolodilniklari, polavtomat, avtomatlari hamma bitoy texnikasi bor ekan buni. Bormi ekan? Ha, 3 yil garantiyasi bor. Ekranına 5 yil garantiyasi bor. 5 yil. Televizorimiz ava ishlamin kasa. Hey. İşlemin kasa 1 oy 2 oy davomida servislarsiz almashab berib tutdilar. Переговорimiz shuning bo'lgan. Masalan, televizoringiz ekranı chizib tushadimi? Yoki bu platasi göz tutmay qoladimi? Ekranni sindirmasangiz bo'ldi, televizorni almashab beribmiz. Ha, samostoятельный uyda bu sindirmasangiz? Yo'q, udar ibn desana kelsa, yayib beradi. Udarni, lekin ujli narsa kelsa sinishi mumkin. Ekranlarida jashtasi bor. Qo'rqmay urtibmiz-ku, deytibmiz. Yana 3 yil garantiyasi bor. Yana bu göz turgan narsaga 5 yil garantiyasi bor. 3 yildan tashqari. Yana 1 oy 2 oy davomida göz tutmay qoladigan bo'lsa, bizni 1 milyon 650 ming so'm. Televizorni olib qolib, toza televizor berib beraman. Apart berish yanali İçində həmin narsa. Kranштейni. Yo'q, Kranштейni denyaga 1 milyon 650 ming so'm skidga tutibdi. Televizorni o'zi. Buni registratsiya sotiladi, garantiyalar yozib pechat bosib beramiz. Endi xolasiz bir o'nligi bor. Bu Olto firmaniki, rossiyskiy adlari bilan aytibman, Rossiyaning firmasi. Bunam ekranlarida jashtasi bor. Ekranda jashtasi yo'q emas. 3 yil garantiyasi bor. 1 milyon 650 ming so'm. Xolasalar buni. Bu 1.2 deb aytiladi, bu 1.7, 1.10 deb aytiladi. Hozir obunachilarim spaynaxonalar qo'yib turibdi buni. Ha, ujina bular kichaydi-da. Masalan, busi bor 1 milyon 200 ming so'm. Bunam ekranda jashtasi bor. YouTube o'qiydi. 3 yil garantiyasi bor. YouTube hamma narsa o'qiydi. Aynan. Menda 1 milyon 100 ming so'm bor, xolasiz. Ularni skuru YouTube watchpad deyish ketadi. Bu smart bo'ladi, Ag'abek qarang. Ava. Mana bir alpang, bu smart bo'ladi, browser, tarjima kinolarimiz, saytlar ham girib beradi. 1 milyon 200 ming so'mlik. Yo'q, uka, menga u narsa kerakmidi, men kuru YouTube bo'ladi desalar, buni kuru YouTube'a giradi uni. Bu smart deb aytilmaydi. Ko'p yerlarda masalan shu narsa smart deb sotilib turibdi-da alda. Yo'q, u narsa smart bo'lmaydi. O'zi 100 ming so'm satadi, bu 1 milyon 200 ming so'm, o 1 milyon 100 ming so'm. Keyin bu tarafda 1 milyon so'mdan ham ko'pmiz. Bu ekranda jashtasi yo'q. Bu narsa bo'lmaydi yana. Hozir yana biz modelimiz 3 milyon 600 ming so'm, 55 lik televizor 3 milyon 600 ming so'm. Ekranda deyib bo'lmaydi-da, men oqar tutgan, qarang. Yana bu 1 milyon 200 ming so'mlikda ekranda jashtasi bor. Shuncha uzun oqarmidi ku bay. Voy. Bular ekranda jashtasi bor. Sindirmasalar bo'ldi. Almashab berib beramiz. Bizdan televizor oladilar qo'yna. Üzerimiz mesela bize aslında çeşitli narsalarni satamiz-da. 3 yil garantiyasi bor. Diqqat edin bo'lsa, ishlamin qoladigan bo'lsa, toza televizor berib beramiz. Bu garantiyalarni nechta yo'ladi hamma televizorlar? 3 yil garantiyasi bor. Ekranda 5 yil garantiyasi bor deb turibman bu. Apparib berish dastavkasi bizda besplatni. Kreslor o'xshab bo'lib to'lar. Bularni xudo xolasa 1 oydan 1 yildan muddatiy to'lov chiqarib beramiz, kredit taxlab beramiz. Endi anar uzum paymi, aşini ilavalar bak, ulardan limitleri olsa ulardan ham chiqarib beramiz bulardan. Xudo xohlasa variant, kredit variantlari ham bor. Kredit variantlari ham bor. Kattaroq versiyalar bor. 55liklarimiz qarang, 3 milyon 600 ming so'm. Maytesh firmaniki, adlari bilan, modellarim bilan aytibmiz, yana smart internetda chiqadi, lekin bunga deb bilinman aga. 3 milyon 600 ming so'mdan 3 yil garantiyasi bor. Keyin bunda Koning firmasi bor. Bular ham zo'r. 3 milyon 600 ming so'm bilan smart internetga chiqadi, Android programma bo'ladi. Webs bo'ladigan bo'lsa, ozgina qimmatroq bo'ladi. Androiddan keyin Webs bo'ladi, LG ekran, LG pult bo'ladi. Ularimiz ozgina qimmatroq, 4-4,5 5,5 million so'mdan bor. Keyin bunda 50lik kap bor, 2,5 million so'mdan 2,5 milyon so'mdan Kranштейнdan qo'shib beramiz. Buni 50lik. 50lik 1.30 bo'ladi. Televizorimiz 1.40 bo'ladi. Mundayni hisoblaganda, o'zi mundayni 1.26 chiqadi. O'zi 1.30 deb aytiladi. O'zi haqiqatdan mundayni 1.30, mundayni 50 bo'ladi. 3 yil garantiyasi bor. O'tgan yil 2 million 400 dan 43lik olib beradilar. Endi 50likni 2,5 million so'm. Yana 3 yil garantiyasi bor, ekranda 5 yil garantiyasi bor, 3 televizornikina. Li. 32lik, 40lik, 43lik, 50lik, 55lik, 65lik, 75lik hamma televizorundan bor. Xudo xolasa endi yangi yildan keyin qayta bular narxlari chiqib boshlashadi kerak edi. Endi biz shu 50lik modelidan ko'proq olganmiz, zavod bilan переговор etib 2,5 million so'mdan qo'yganmiz.
Ob'yom ko'proq Ob'yom ko'p. Baring buni kranshtayn ham qo'shib beraman. 2,5 millionning ichida. 2,5 million ichida dastavkasi ham bor, kranshtayn ham bor, 3 yil garantiyasi bor, ekranda 5 yil garantiyasi bor. 1 oy 2 oy davomida ishlamin qoladigan bo'lsa, almashtirib ham beraman. Munassak qarang. Obunachilarimiz uchun bir like, bir kommentariya, bir televizor asalar, massaj kreslodan bir narsalar. O'zini pulini narxini o'zgartirmay, berib bilasizmi qarza. Bo'ldi, bir massaj kreslo shu modelimizdan oladilar. Baring buni. Yo'q, to'xtang. Xolanni oladilar. Yo'q, xolandan massaj kreslo oladilar, Ag'abek aka. Televizor ham kerak menga deydigan bo'lsalar, men 2 million 500 ming so'mni baring 6 oyga chiqarib beraman siz uchun. Narx o'zgartirmaysiz. Narx o'zgartirmayman, ustiga pul qo'shimman. Hisob yetdi. Bu sizni gapingiz sinmasin, ag'a. Hisob eshiga. Xudo xolasa, ag'a, 65liklarimiz ham bor, ag'a. 65liklarimizni 5,5 million so'm, 5 million 700 ming so'm, bunda 5 million 500 ming so'm. Az bola o'tib tutdi eganda. Bunda masalan 5 million so'm ham skidga tutdi. 55lik. 55lik 5 million. 55lik 5 million so'm. Bomsha Android'daysizmi? Bu yo'q, Android emas, Webos bo'ladi bular. LG pult bo'ladi, pultni qarab bu spin imanda tutdi ekan. Webos bo'ladi. Webos deymiz, Androidni Android deymiz. Webos bo'ladigan bo'lsa LG pult bo'ladi, LG Made Indoneziya. Ishim pultini o'zi 600-700 ming so'm turadi-mi? Saqlash kerak-ku. Bu qimmat narsa burasida. Sindirsalar, masalan, ishaminkasi almashtirib beraman. Shu bir knopkasi ishaminkasi ham almashtirib beraman. Sindirsalar lekin garantiya yo'q. Suv diqsalar, masalan, yosh bolalar ishqilib, meni biza tarafdan ishaminka oladigan bo'lsa almashtirib beraman. Avvalgida ham Daiwa pultlarni 50 ming, 40 ming so'm topib bo'lmaymi? Yo'q. Android pultlarni topsangiz bo'ladi. Bularni keyin topish qiyin-da. Bu qimmat, bu qimmat bo'ladi. Masalan, men deydi, arzarak pultlar, bular o'zi pultlarni olingizdan olganingizdan bilinib turibdi. So'm ekan bu o'zligi. Ichida bir narsa bor o'xshaydi. LG bu. LG pult. Zo'r. LG ekran bo'ladi, Webos bo'ladigan bo'lsa. Televizorlarimiz katta assortimentda ko'pmiz, 55liklarimiz bondan bor. Ishqilib televizor olaman deydigan bo'lsalar, muammo emas. 85liklar 10 million so'mga ko'pmiz, Ag'abek aka. 85liklarimiz 10 million so'm, Immer firmaniki. Android bo'ladi. 2 pultli? Yo'q, bir pult Galasoy ham bo'ladi. Ko'plarida masalan Galasoy bo'lmaydi, yanında Galasoy pult bo'ladi. U masalan muammo emas. Pult qo'shib ham beraveramiz. 2 pult, 3 pult ham yaratib beraveramiz. Chunki Bluetoothda ulanadi u narsa. Televizor bilan bir ulanadi, shu bilan qolib ketadi. Pultlar ko'p ish qilib bera. Qaysi tushsa beraveramiz, unda emas. 75liklari bor. 7,5 million so'mdan skidga ko'pmiz. Immer firmaniki. Immer firmaniki Android bo'ladi. Qanchalik? 75lik. Bu 80 deb aytiladi. Obunachilarimiz Geldidan bir dana massaj kreslo oldidan sizdan Geldidan bir bitoy texnika olacak. Farqi yo'q, kir mashinami, televizormi, konditsionermi. Kelishilgan, yozilgan summani o'zini bo'lib to'laverasiz. Massaj kreslodan keyin boshqa narsalar asalar. Lekin opporban berasiz, qiynalmaysiz. Bo'ldi, ag'a, gap pissinmasin, ag'a. Shu aytali. Masalan, 85likni 10 million so'm beraman dedingiz, naqd pul. Narxini bir tiyinam o'zgartirmaysizdan qarzini berasiz. Bo'ldi, ag'abek. Bir oydan 6 oyni taqlab beramiz, yaxshi. Shu 6 oy. Bo'ldi, bu massaj kreslo asalar. Shu massaj kreslo asalar bunacha. E'tiborli bo'ling, massaj kreslo olinadigan bo'lsa, biz hozir naqd pul aytib bu narxlarni amal qilamiz. Naqd pul skidkaga yetdi. Televizorlarni. Televizorlarni. Boshqa narsalar ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Avtomatlarda dumyamas skidkalarimiz ketdi. Prosta televizorni yaqdim, ag'a. Yani ekran jastasini ko'rish uchun. Masalan, bunda yo'q ina. Qarangali deb bo'lmaydi-da, o'zi ham bu ham boshdan qarangali. Bu ham boshdan qarasangiz boshqacha ko'rsatadi. Yo'q, qarada ekan bu yerdan. Boshqa qimmat televizorlarniki sifati umuman boshqacha bo'ladi-da. Guk signal ko'p ekan buni. O'zidan ortida ekan. Ishqilib yasalar shu Ag'abek aka ponni hammasini ko'rsatib taqlab beramiz Ag'abek. Zo'r. Ish vaqti ish kunini chiqib turibdi. Biz 9 dan 8 ga ishlatibmiz hozir, xudo xolasa. Azangi 9 da ochamiz, kechki 8-7 ga odamga qarab, xudo xolasa ilk turibmiz. Obunachilar, telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Boshqa barcha maishiy texnikalarni eng asosiysi sifatli garantiyasi bilan olib borib berishlar ichida muammosiz yana yangiliklar bilan xarid qilishlaringiz mumkin. Uchun savdo baraka. Bo'ldi, Ag'abek. Salomat bo'lasiz, sog' bo'lasiz obunachilar.